Bu La Liganing o'zidagi statistikasi. Kylian Mbappeni fursat berildi. Ryan va Mbappe dueli, zarba va Mbappe aldadi. Avstraliyalik darvozabon to'p yo'nalishini topa olmadi. 19-gol Alvaro Arbeloa boshchiligida Realning birinchi o'yinidagi birinchi golni Kylian Mbappe kiritmoqda. O'zi ishladi penaltini va o'zi uni golga aylantirdi. Oldindan otilib qo'ydi Matthew Ryan. Mbappe biroz to'xtab olgan paytida, o'zi keyin qarab chiqib ketgan ham ekan Matthew Ryan. Mabodo qaytarib qo'ygan taqdirda ham penalti qaytadan tepilgan bo'lar. Ancha oldinga sakrab chiqib ketgan ekan Matthew Ryan. Chalg'itaman deb hozir aksincha o'zi qoida buzib qo'ygan edi. Hisobni ochib oldi Real. Endi ko'ramiz bu yo'g'iga sal ochilibroq o'ynashiga to'g'ri